Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, yaxshimisizlar? Biz siz bilan bot haqida gaplashgandik. Biz Telegram botni tashkil qildik, ishga tushirdik va men sizga hozir bu botga qanday qilib kirib, qanday qilib bilimlar olib, qanday qilib pul ishlash haqida tushuntirib o'taman. Bu bot birinchi savol. Bot kim uchun? Bot biznes ochmoqchi bo'lganlar uchun, bilim olmoqchi bo'lganlar uchun, biznesi yo'q, lekin endi biznes ochmoqchi bo'lganlar, tadbirkorlar uchun, biznesi bor odamlar uchun va biznesni keyingi pog'onaga chiqarmoqchi bo'lganlar uchun va eng asosiysi biznes ochib pul ishlamoqchi bo'lganlar uchun. Bu bot qanday ishlaydi va qanday shu botga kirib, qanday ishlash mumkin? Kelinglar, men hozir ekranda mana shuni tushuntirib o'taman. Demak, mana video bizda yozilgan. Hozir sizlarga ko'rsatib boraman. Botga kirish uchun biz ssilka tashlaymiz. Ssilka bo'ladi ikki xil. Birinchisi, bu biz Telegram boshqa qanaqaga tashlagan ssilkamiz, umumiy ssilka. Ikkinchi, agar kimdir mana shu botga kirib, videolarni ko'rib, unga yoqqan bo'lsa, bu odam o'zini havolasiga, partnyor havolasi, partnyorskiy ssilka deydi, ega bo'ladida va o'sha partnyor ssilkasini Telegram kanaliga, YouTube'ga, o'zini oilalariga, do'stlariga tashlaydi. Shu partnyor havola orqali kirgan odamlar 10% chegirma bilan kirishlari mumkin va o'sha odam, partnyor havolani tashlagan odam har bitta sotuvdan 10% pul ishlaydi. Mana ikkita demak ssilka bo'ladi, tushunarli. Endi birinchi navbatda ro'yxatda qanday o'tish kerak? Ro'yxatda o'tish uchun mana bu yerda biz ssilka berdik. O'sha ssilka orqali siz kirdingiz. Kirgandan keyin startni bosasiz va sizga mana shu yerda assalomu alaykum, botga xush kelibsiz. Ro'yxatdan o'tish uchun telefon raqamingizni kiriting degan chiqadi yozuv. Mana bu yerga siz telefon raqamingizni kiritishingiz kerak. Ikkita variant bor. Telefon raqamlarini ikki yo'l bilan kiritish mumkin. Demak, raqamni matn sifatida kiritish orqali mana hozir ko'rsataman va maxsus telefon raqamiga yuborish tugmasini bosib borish. Mana hozir misolda ko'rasizlar. Hozir nomerni kiritadi. Birinchi variant. Kiritgandan keyin knopkani bosasizlar, ketdi. Va ikkinchi variant bor. Ismini yozadi-da. Ismini yozgandan keyin bu odamga javob keladi. Aha, mana javob keldi. Tabriklaymiz. Siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Endi siz referal havolangizni do'stlaringiz bilan ulashishingiz mumkin va bonuslar yutib olishingiz mumkin. Demak, siz agar mana shu havolangiz orqali pul ishlamoqchi bo'lsangiz, biznes bu ham biznes. Odamlaringizga, tanish bilishlaringizga, do'stlaringizga, komandangizga tarqatib, ular shu havola orqali kirib, bizdan kurslar bor, pulli bor, bepul. Pulli kurslarni sotib oladigan bo'lsa, 10% sizga to'lanadi va ularga 10% chegirma beriladi. Sizga beriladi 10%. Va siz keyingi darslarni agar botda 5 ta darslar, 5 ta kurslarni sotib oladigan bo'lsangiz, sizga 6-chi, 7-chi, 8-chi kurslarimiz 20% chegirma bilan beriladi. Agar 10 tadan oshgan bo'lsa, 30% chegirma sizga beriladi. Mana biz tabriklaymiz. Bonus material taqdim etildi. Endi sizga mana biz sovg'a beryapmiz. PDF fayl. Maqsadingizni aniqlashingiz uchun 10 ta savol. Bosib, mana ko'ringlar, bemalol. Undan keyin ko'rganingizdan keyin sizga demak birinchi qadam biz aytyapmiz. Bepul darslarimiz bor bizda va pulli darslar bor.
bepul darslarimiz bor. Ikkita kurs bor, hozir ko'rsataman va pulli darslar bor. Pulli kurslar. Bular challenge deyiladi. Nima uchun challenge? Chunki bu nafaqat dars. Bu yerda berilyapti nazariya, uy vazifasi, topshiriq va siz nazariyani ko'rgandan keyin, eshitganingizdan keyin PDF fayllar ham bor, keyin topshiriq bor. Topshiriqni bajarishingiz kerak. Undan keyin ikkinchi darsda olasiz. 10 ta 15 ta darslar. Qisqa darslar va siz 10-15 kun ichida shu kursni o'tishingiz mumkin va natijaga erishasiz albatta. Nimaga? Chunki nafaqat nazariya, amaliyot. Shuning uchun challenge deyiladi. Demak, bepul ikkita kursimiz bor bizda. Bemalol foydalaning, bepul kurslarga ega bo'lishingiz mumkin. Mana bu yerda yozilgan. Bepul boshlash. Bosasiz, bepul boshlashda sizga ikkita kurs chiqadi. Bittasini eshitganingizdan keyin ikkinchi kursga o'tasiz. Mana barcha kurslar ro'yxati bu sizni, masalan, bepul bitta kursni oldingizmi, barcha kurslar ro'yxatini bossangiz o'sha kurs chiqadi. Agar ikkita bepul olgan bo'lsangiz, o'sha ikkita kurs chiqadi. Bu knopkani bossangiz. Agar pulli kurs sotib olgan bo'lsangiz, barcha kurslar ro'yxatini bosganingizdan keyin o'sha hamma olgan pullar kurslaringiz sizni mana shu ro'yxatingizda bo'ladi. Bemalol xohlagan paytda takroriy ko'rishingiz mumkin. Mana biz PDF faylni olgandan keyin mana bizda chiqyapti barcha kurslar ro'yxati. Demak, bu barcha kurslar ro'yxati siz olishingiz mumkin. Qachon buni? Chunki qachonki siz bitta ikkita bepul pullilarni olganingizdan keyin. Mening kurslarim mana bu. Ko'ryapsiz? Referal tizim. Pulli ishlab sotish. Demak, mana shu bossangiz sizga referal ssilka chiqadi. O'sha referal ssilkangizni do'stlaringizga jo'nating. Ular o'sha ssilka orqali kiradigan bo'lsa 10% chegirma bilan sotib oladi. Sizga 10% pul to'lanadi. Pul to'langanda sizni kartangizga mana shu yerda botda pulingiz yig'ilib boradi. O'sha pulingizni xohlagan paytda siz chiqarib olishingiz mumkin kartangizga yoki shu yig'ilgan pulingizga keyingi boshqa kursni sotib olishingiz mumkin. Mana bu tushunarli bo'ldi. Davom etamiz. Mana bizda bu pulli kurs, maqsad formulasi. Challenge'da nimasi yaxshi? Ular kurslar qimmat emas. Oddiygina biz qildik 100 ming so'm bo'ldi. 12 kunlik kurs. Men tavsiya qilaman, albatta. Ko'ringlar, zo'r natijaga erishasizlar. Qanday qilib maqsad qo'yish kerak, natijaga qanaqa erishish kerak, maqsad bilan orzulari farqi hammasini bilib olasiz, xolos. Bu pulli kurs. Agar pulli kurs sotib olmoqchi bo'lsangiz, shu knopkasi bor, sotib olasiz. Bu vaqt audio kurs, bu bepul kurs. Mana bepul kurs sotib olishingiz mumkin va bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu ikkinchi bepul kursimiz. Daromad va hayotning barcha qirrallarini 7 kunda tartibga solish. Juda ham zo'r, ajoyib kurs. Topshiriqlar bor, videolar bor, audio bor, PDF fayllar bor. Tavsiya qilaman albatta. Yaxshi natijaga erishasiz. Undan keyin mana biz botda joylashtirdik. Biznes loyiha ko'ryapsizlar. Bizda hozir mana razborlar olib borilyapti. Biz uchrashyapmiz onlayn har haftada biznes tahlillar va offlayn. Biz hamma narsani bot orqali qildik. Kim o'sha bot orqali kelib ro'yxatga o'tadigan bo'lsa, unga bepul yana ikkita 3 ta darslar beriladi. 3 ta variant bor. Birinchisi bu. Demak, qatnashuvchi bor va kuzatuvchi bor. Kuzatuvchi faqat kuzatadi. Biznesi yo'q odam ham ko'rib, tadbirkorlar qanday savollar beryapti, qanday boshqaryapti biznesni ko'rib boradi. Kuzatuvchi razbor qilmaydi, chunki uni biznesi yo'q. Qatnashuvchi uni biznesi bo'lishi kerak. Bu odamni biznesi razbor qilgan, tahlil qilganda kuzatuvchilar nazorat qilib boradi. Farqi 100 ming so'm, 250 ming so'm turadi. Kuzatuvchi 350 ming so'm narxi bu anaqa qatnashuvchi. Demak, keyin
guruh va shu odam pul to'langandan keyin bot orqali pul to'laydi, sotib olish. To'lagandan keyin biz unga ssilka tashlaymiz. Botning ichida ssilka bo'ladi. Avtomatik ravishda agar mabodo bu bot orqali tushunmayotgan bo'lsa, Telegramga, lichkasiga tashlab yuborishimiz mumkin. Bu tushunarli. Offline uchrashuvimiz ham bo'ladi, offline uchrashuvlar ham ro'yxatdan mana shu bot orqali o'tiladi va to'lovda ham bot orqali amalga oshiriladi. Offline uchrashuvimiz 450 ming so'm turadi. Narxi o'zgarib turishi mumkin, chunki har xil restoranda biz qatnashamiz. 500 minggacha bo'ladi. Unda qimmat bo'lmaydi. Ertalab soat 10 dan soat 5 gacha uchrashuv bo'ladi, ovqatlanish eng kamida 150 ming so'mlik. Bloknotlar, sovg'alar beriladi va mastermind, har xil mashqlar bo'ladi, motivatsion va tahlil, biznes tahlil olib boraman men. Mana bu bepul kursimiz, tushunarli. O'tyapmiz bepul kursdan keyin mana bu pulli kurs. Kim sotmoqchi bo'lsa, mana sotib olish knopkadan bossa, hozir ko'rsatamiz qanday qilib sotib olishyapti. Sotib olishni bosdi. Ana chiqib keldi, kimliklari maqsad formulasi. Chegirmadan keyingi narx. 100 ming so'm chegirmasi yo'q bu odamda. Klik orqali sotib olish mumkin yoki payment orqali sotib olish mumkin. Xohlagan knopkani bosadi va pulni o'tkazadi. Mana knopkani bosyapti. Paymentni bosdi. Bosgandan keyin mana bunaqa ssilka keldi. Bosadi ssilkani. O'zingizni paymentingizga o'tasiz. O'zingiz kodingizni kiritasiz. Sizga mana счет kelib turibdi. Счетni to'lov оплатить deganni bossangiz to'lanadi. Mana pul to'landi. Bo'ldi. Avtomatik ravishda sizga darslar ham beriladi. Birinchi dars, ikkinchi dars, maqsad formulasi darslarni kuzatib borasiz. Bemalol videolar ko'rasiz. Juda ham qulay. Mana shu tushunarli. Agar mana bu razborga qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda narxi keltirilgan, sotib olishni bosasiz, xuddi shunga o'xshab pul to'laysizda ko'rishingiz mumkin. Mana bu narsalarni men hozir tushuntirdim. Nima uchun? Ko'pchilik kimdir o'zi tushunmayapti botni, kimdir kirishni bilmaydi. Mana shu botni Ravxon Yedo degan bu botni aqalari. Ssilkada alohida tashlaymiz har bitta reklamalarda. Kiringlar, do'stinglarga taklif qilinglar, bo'lishinglar, o'zinglar rivojlaninglar va biznes ochinglar. Biznes ochish manasiga oson. Mani bilimlarim orqali siz 10% pul ishlashingiz mumkin. Men yaqinda tarmoqli marketingda menga odam yozyapti-da, men aytyapman, marketing plani ko'rsatgin, qancha pul ishlayapsan desam, ularga 5% berilyapti. Sizlarga 10% beryapmiz do'stlar. Demak, mana shunaqa imkoniyatlar bor. Birinchi navbatda o'zingiz ham rivojlanasiz. Ikkinchi navbatda do'stlaringiz bilan bo'lishasiz. Uchinchi navbatda ko'proq odamlarni tavsiya qiladigan bo'lsangiz, sizni qo'l ostingizda 10-20 ta odam bo'ladigan bo'lsa, ertaga biz siz bilan yana alohida gaplashamizda va sizni biznes boshqarishni o'rgatamiz, xudo xolasa. Savollar bo'lsa, bemalol lichkamga yozinglar. YouTube kanalda emas, mana bu yerda keltirilgan lichkalarim, Telegram savolingizga albatta javob beramiz. Marhamat, foydalaninglar. Bu hammasi qonuniy, naloglar to'lanadi, avtomatik ravishda ko'ryapsizlar, biz qonunsiz ishlamaymiz va hamma narsa qonuniy bo'lyapti. Ro'yxatdan o'tilgan va bemalol mana shu darslarda, kurslarda, challengelarda foydalaninglar. Hozircha biz bu botga 3-4 ta kurslarni to'ldirdik, 3-4 to'ldirilgan. Hozir xudo xolasa eng kamida 10-15 ta bo'ladi. Har xil variantlar. Aytayapman, o'ziga ishonch, marafonlar, sotuvlarni amalga oshirish, sarmoyalar qanday qilish, super jump, super natija. Shunday qilib boshqa kurslar to'ldirib boriladi. Salomat bo'linglar do'stlar, ishinglarga omad, sizlarga hammanglarga salomatlik tilayman. Rivojlaninglar, o'singlar. Yaxshi ko'rishaylik.